Bugun bizda ikkita baqlajonli tepa salat, tepa issiq ovqat tayyorlaymiz. Ketdik. Qo'ying. Xo'p. Baqlajonlarni tarrak qilib kesib olamiz. Bular hozir yuvish shart emas, chunki bularni kesib olganimizdan keyin sho'r suvga solib qo'yamiz, ozroq eritib qo'yamiz, keyin yaxshilab yuvib tashlaymiz. Bu yilmaydi. O'g'lim yeydi deb o'ylayapti. Birinchi marta ko'ryapti-da. Bunisi kerak emas. Ayva. Bosa. Hangisi acıma? Meni soğuk deme. Seni men soğuk gitti. Uçağa gelmeme. Kesib oldik. Endi bunga tuz solib, tuzni yaxshilab solib, na'mak ustiga eritib qo'yamiz. Endi bu shundoq turadi. Mana shunaqa o'yinchoq oldik. Magazindan hozir shuni ochib o'ynaymiz. Qaysi tarafdan ochilaydi? Hech kerak emas. Mana ochib oldik. Xo'p, bizda hozir to'rtta karton chiqdi. Mana bunaqa rasm bo'lishi uchun endi bularni chiqarib chiqadi o'g'lim. Neksiz chiqadi o'g'lim. Ko'rdingiz? Chiqaring. Yasashni boshladik. Hammasini chiqarib oldik. Men teshiklarni ochib berdim. Hammasi balkonchasi adashmasam. Stulchasiniki. Xullas, men o'g'lim boshlab uni ham qiziqib o'tiribdi. Hech narsani tushunmasa ham. Xullas, mana qovurib bo'ldim. 3 ta tuxumga ozgincha un, tuz, priprava solib qovurdim. Уже teryapman. Ana bu sousini 2 idishga alohida qildim. Bittasiga smetana, nima edi deb qo'yam, mayonez, bittasiga smetana, ko'kat, bir dona chesnoyda. Bir dona chesnoy tishidan qirg'ichni o'tkazib qildim. Ayam aralashtirib qo'yavering dedilar. Hozir mayda smetana bilan mayonez birga aralashtirib qo'ydim. Pomidorni lappa-lappa qilib to'g'rab. Yo'q, Mustafa emasman. Avval mayonez, pomidor o'rna qilib qilib taxlaymiz. Ha, biz uyimiz borida bitta o'g'lim o'zi yasadi. Ozgincha qiyin joylar. Mana bu yerini mana bu yerini men qilishib yubordim. Qolgan hamma joyini o'zi yasadi. Aylantirib ko'rsating o'g'lim.
Ana oldilarini qiling, oldilarini. Ana. Kimga malades? Meni o'g'limga malades. Voy yashasin. Mana buni hozir bo'lib oldim aya. Ha, hozir bilib olibdi. Mana meni o'g'lim yasab tashladi. Kim? Ayasi buni yasab tashladi. Kichkinani uxlatib tashladik. Tayyor bo'ldi. Choyga kelinglar. Ha. Pashshalarga nima bor ekan videoni buzib.